Videoni oxirigacha ko'ring. Xuddi shu videoni qanday tayyorlanishini o'rgataman. Buning uchun CapCut ilovasiga kirib olamiz. Bu yerdan shablonlar bo'limini tanlaymiz. Shablonlar bo'limidan motivatsion bo'limga o'tamiz va u yerdan mana shu shablonlar orasidan xohlagan bittasini tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Mana xohlaganimizni tanlashimiz mumkin. Sizlarga tayyorlab yuborgan shablonim bular orasida yo'q ekan. Boshqasini tayyorlab ko'rsataman sizlarga. Mana pero bo'lganini tanlasangizlar, skachat qilishda sizdan buni bemalol olib o'zgartirsangiz bo'ladi. O'zingizni rasmingizni qo'yishingiz mumkin. Rasmingizni qo'yib o'zgartirsangiz bo'ladi. Qaysi yozuvni o'zgartirmoqchi bo'lsak, o'shani o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu yozuvni o'zgartirmoqchiman, masalan. Tayyor, mana SMA mutaxassisi. Buni endi o'zi moslab olamiz. Mana pastga tushdi. Kichraytirishimiz mumkin, kattalashtirishimiz mumkin, aylantirish mumkin. Menga shu kattalik ma'qul. Tayyor. Endi keyingi yozuvlarni o'zgartiradigan bo'lsak, pastdagini mana buni o'zgartirsak, tayyor. Buni to'g'rilashimiz mumkin. Xohlasak kattalashtirishimiz, kichiklashtirishimiz mumkin. Endi bu yozuvni o'zgartiramiz. Ustiga bosib turib, nima deb yozishimiz mumkin? O'zimiz xohlagan narsani yozishimiz mumkin. Masalan, ertalabki xayrli tong dasturiga qo'ymoqchi bo'lsak, ya'ni ertalab qo'ymoqchi bo'lsak, xohlasak xayrli tong deb yozsak ham bo'ladi. Xayrli tong yoki bo'lmasa xayrli kun deb yozishimiz mumkin. Istagan yozuvimizni yozsak bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Endi ko'ramiz. O'zida bor musiqalar. Eksport qilib olsak bo'ladi. Eksport tugmasi orqali устройство, ya'ni telefonimga saqlanib bo'lsin. Mana tayyor. Endi galereyaga kirib bemalol ko'rishimiz mumkin. Mana